ayollarda xorlik kutayotgan bo'lsa, sizni u dunyoda javob berish kutyapti. Bilyapsiz shekilli xotinim bilan ajrashib, uni yomon otli qilib qo'yib, u tomonga tuhmat qilamanda, men zo'r hayotda yashayman deb. Ayol kishi hamma narsaga ko'z yumadi, sabr qiladi, farzandlari uchun hamma narsaga tayyor turadi. Imенно sizga o'xshagan erkaklar nima qilib qo'yyapti? Xotinni olasizlar, bitta farzandli qildirib qo'yib, voy qiz bola chiqmagan edi-da bu, deb turib haydaysizlar-ku. Yokida o'g'ri deyiladi, yokida 2 metr tili bor edi, bo'lmasam ish qilmas edi deb. Hech qachon yaxshilik tomonini aytib, mana bunday qildi, shu bilan ajrashdik, taqdir emas ekan, deya olmaysizlar-ku. Kim aytgan? Men shu paytgacha hech qachon ko'rmaganman, bitta mart erkakni ko'rmaganman. Nima qilaman chaynab orqasidan deb turib, taqdir emas ekan ajrashib ketdik, bo'lmadi, shunaqa ekanda, endi uni ham baxtini bersin deb qo'ygan erkakni men ko'rmaganman hayotda. Bu qiz mardlik qilib, erim uy tomondagilar yaxshi edi, taqdir emas ekan ajrashdim dedi. Siz bo'lsa bu yerda chiqib olib, ha, seni xorlik kutyapti. O'ylamang, hech qachon ko'chada qolmaydi. Yaxshi ayol hech qachon ko'chada qolib ketmaydi. Unaqa mard erkaklarni ko'rganmanki, 4 ta bo'ladimi bolasi, 5 ta bo'ladimi bolasi, o'zini otasidan ham zo'r qilib boqib qo'yganlarni ko'rganman. Bunaqa erkaklarga Alloh kifoya